Gipertoniya kasalligi bu xalq tilida xafaqon kasalligi ham deb yuritiladi. Gipertoniya kasalligi asosan sistolik bosimini 140 mm simob ustidan diastolik bosimini 89 mm dan oshishi bu gipertoniya kasalligi hisoblanadi. Gipertoniya kasalligi ko'pincha bemorlarimizda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Gipertoniya kasalligini keltirib chiqaradigan omillar bizning noto'g'ri hayot tarzi bilan shug'ullanishimiz, yashashimiz bu gipertoniya kasalligini keltirib chiqaradi. Ko'proq irsiy moyillik ham sabab bo'ladi. Gipertoniya kasalligi o'shni boshlaganda bemordagi asosiy shikoyatlar bosh og'rig'i, quloqda shovqin eshitilishi, bosh aylanishi kabi belgilar bilan kuzatiladi. Gipertoniya kasalligi ko'proq yoshi katta insonlarda uchraydi. Agar sizda gipertoniya kasalligiga shubha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni davomli bosh og'rig'i kuzatiladigan bo'lsa, siz oilaviy shifokorlik punkti yoki oilaviy poliklinikaga murojaat qilib bir qancha tekshirishlardan o'tishingiz kerak. Gipertoniya kasalligining asosiy sabablari bu qonning quyuqlashishi yoki bo'lmasa ko'proq zararli odatlar bilan bog'liq bo'ladi yoki neyrogen faktorlar, ya'ni tez-tez asabiylashish ham gipertoniya kasalligini yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. Gipertoniya kasalligi organizmda qaytmas o'zgarishlarga olib kelishidan oldinroq biza shifokorga murojaat qilishimiz va buning sababini aniqlab tezroq choralar ko'rishimizda bartaraf bo'ladi.